Parijda o't aptida eg'ir ziyonga uchirgan Buvi Maryam cherkovi bilan Sharq Turkistonning Xotan viloyati Keriya jamiasining yasalgan vaqtining o'xshash ekanligi diqqatni tortdi. Amerika konservativlari nomli jurnalda Ruh Daravir tarafidan e'lon qilingan Xitoy Uyg'urlarning Buvi Maryam cherkovini yo'q qildi mavzuliq maqolasida oldingi kuni Parijdagi o't aptida eg'ir buzg'unchilik uchirgan Buvi Maryam cherkovi bilan Sharq Turkistondagi bir masjidning yasalish vaqti va taqdirning o'xshash bo'lganligi aytildi. Fransiyadagi Buvi Maryam cherkovi o't aptida kuyib ketgan bir vaqtda Xotandagi masjidning Xitoy doiralari tomonidan chaqib etilganligi bildirildi. Xitoy Markaziy xalq radiosining xabar qilishicha, Sharq Turkistonning Xotan viloyati Keriya noyisiga qarashli tarixiy yezlardan biri bo'lgan Daryo bo'yi yesidagi aholilarning nahiya markaziga 90 kilometr yiroqlikdagi boshqa bir joyga ko'chirayotganligi o'tirg'i chiqdi. Xabar qilinishicha, ko'chirish ishi 2017-yili boshlangan. 1342 nüfuslik bu yezida jami 369 oila bor bo'lib, hozirga qadar 102 oila yuqorida tilga ilingan joyga yetkazilgan. Ko'chib ketilganlarga Xitoy tili va qonun darslari o'tilishi diqqatni tortdi. Rossiya muavin bosh ministri Georgiy Borisov Suriyadagi Tartus portining oldimizdagi hafta qatnash va iqtisodiy ishlarda ishlatish uchun Rossiyaga 49 yillik ijaraga berilganligini bildirdi. Borisov Suriya prezidenti Asad bilan ko'rishgandan keyin e'lon qilgan bayonotida ijobiy tarafga yuzlanmoqchi bo'lgan temamiz Tartus portining qo'llanishi. Ziyoratimiz bu kelishimni kuchlantirdi. Bu haqda bek yaxshi ilgirladik. Bir hafta ichida to'xtam imzolanishi va Tartus portining Rossiyaga 49 yillik o'tkazib berilishini umid qilamiz dedi. Sudan adliya doiralari o'rgatilgan sobiq rahbar Ömer Ali Basharining uyidan 130 million dollardan ortiq naqd pul chiqqanligi va pul yo'yish jinoyati bilan ayblanganligini bildirdi. Jamoat xavfsizlik doiralari uning uyidan yevro, dollar va Sudan lirasi bo'lib 130 million dollar qimmatidagi naqd pulni topdi. Sobiq rahbar Al-Bashir oylarcha davom qilgan namoyishlardan keyin o'rgatilgan bo'lib, uyiga nazarband qilingan edi. U keyincha bexatarlik tadbirlari yuqori bo'lgan Kubar turmasiga o'tkazildi. Poytaxt Trablus va Misratada o'tkazilgan namoyishlarda minglagan kishi poytaxtga hujum qilgan general Haftarga qarshi qo'llarini ustimizdan tat, Haftarni qo'llaganlik urush e'lonidir degandek so'zlar yozilgan lozunkalarni ko'tarib ko'chalarga chiqdi. Trablusdagi shehidlar maydoniga jam bo'lgan minglarcha kishi Haftar qismlarining poytaxt va atrofi qilgan hujumini tanqid qildi. Xalqning o'ltiraq rayonlarini bombardimon qilganligi uchun Haftarning urush jinoyati bilan sotlanish kerakligini aytgan namoyishchilar bu jarayonda tutgan siyosati sababli Fransiya va Misrga norozilik bildirdi.